Jahon tillari universiteti atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan bir xona uyda puliga 2 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz Chilonzor tuman G9 mavzesida joylashgan bo'lib, ko'rib turganlaringdek mehmonxonamiz birinchi xonamiz. Bu yerda esa koridorimiz, stroyniy shkaflar, glavniy eshikdan kirib kelish, eshiklar ham yaxshi o'rnatilgan. Bu yerda esa yotoqxonamiz, eshiklar almashgan, barcha xonamiz eshiklari. Uyimiz g'ishli uy, ko'rib turganlaringdek birinchi qavatda bo'lganligi sababli oynalariga panjaralar o'rnatilgan. Umumiy maydoni 40 metr kvadratdan iborat 5 qavatli binoni birinchi qavatda joylashgan. Bu yerda esa общий sanuzulimiz. Uyimiz g'ishli bo'lganligi sababli sanuzulimiz birgalikda bo'ladi. Bu yerda esa oshxona qismi. Oshxonamizda ham kerakli barcha mebel va texnikalar o'rnatilgan, ko'rib turganlaringdek. Ushbu uyimiz malagabaritga uy hisoblanadi, g'ishli uy. Agarda ushbu uyimiz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman G9A mavzesi Jahon tillari universiteti shundoqqina orqasida joylashgan uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda egalari 58 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.